Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli YouTube kuzatuvchilari, kanalimiz obunachilari, aka-uka, opa-singillar, tanigan, tanimagan, bilgan, bilmagan barchaga uy sharoitida ilon baliq boqish bo'yicha video roliklarimizni davom ettiramiz. Ilon baliq lichinkalarimiz ochib chiqqaniga 3 kun bo'ldi. Inshaalloh sekin harakatga boshladi mana. Bu partiyani Toshkentdan zakaz qildik. O'zimizning baliqlar. O'zimiz baliqchilar yoniga qo'shimcha qilib inshaalloh kuzga sotuvga tayyor bo'ladi. Yaltirab qolyapti. Qanday bo'lar ekan? Mana baliqchilarimiz sonini endi sanashga vaqt yo'q, to'g'risi. Ish bilan bo'lib. Mana yangiliklarimizdan biri inshaalloh yana bitta ona balig'imiz ikra tashlabdi. Bunaqa katta emas, lekin bu uya. Mana shu yerda kamera, to'g'risi kamera sezmayapti. Uchinchi balig'imiz. Taxminim bo'yicha 6 ta urg'ochi tirik qolgan. Yana 3 tasi ikra tashlash kerak. Uchinchisi tashladi akalar. Imkon boricha qo'ldan kelgancha vaqtim yetganicha sizlarga video rolik qilishga harakat qiling do'stlar. Videoga like bosib, kommentariyalarda o'z fikrlaringizni qoldirsanlar xursand bo'lardik. Qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, bexijolat murojaat qilaverasizlar. Kommentariyada javob berishga harakat qilaman yoki juda ko'payib ketsa alohida birorta video qilamiz. Salomat bo'lasizlar. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar.